Assalomu alaykum aka-ukalar, hurmatli obunachilar. 2022-yil 11-oy 22-yilga 23-yil bo'lib chiqqan ekan mashinamiz Hyundai Porter Gold komplektatsiyada. 22-yil 11-oy nikkel aquaprint rollariga ham mana shunaqa chiroyli chexollarni qo'yib qo'ygan ekan. Ozroq qarab mingan egasi ozroq qarab mingan ekan. Cruise kontroli bor. Probegi 33.257 km. Bo'limi mexanika korobka Euro 6. Abduf, abagrev rullari qiziydi. Orqa spiral, orqa oyna spirali bor. Klimat kontrol, polosodержатель, nimasi bor? Elektronniy o'sha orqa bokovoylari, video registratori bor ekan. Salon holatlari o'rtacha, holatlari yaxshi. Ozgincha xizmat qilgani bor mashinani. Tentlik ko'rishinglar mumkin. Tenti ham balandidan stoykali tent. Tentining ichki holatlari. Bu mashina ko'p ezib ishlatilmagan ekan. Tepada ko'rishinglar mumkin. Faqat shu ovqat tashigan ekan. Ovqat tashishda ishlatilgan ekan mashinasi aytish bo'yicha. Balon holatlari o'rtacha, almashtirilsa ham bo'laveradi. O'zi zavoddan chiqqandan beri almashtirganman dedi. Ikkita akkumulyatori bor ekan mashinani. Motorlarni ochib ko'rsatamiz. Motorlari ham soatda ishlab turibdi. Ular qilib yog'lab, changlarni artib, yaltiratib qo'yilmagan. Qanday bo'lsa o'shanday holatda turibdi. Ovozlari ham yaxshi mashinani. Mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, $12.500. Koreyadagi narxi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib yurgizib beraveramiz.